Bekoboddan men kecha ikkita odam bilan yozishdim. Yo'q meni sharoitim deyapti. Ol, хорошо, bor, любой joyda birinchi чистка qilib ol. Любой joyga menga kelma. Humoyun, menchi bu hayotda kimgadir yordamim tegmasa, endi hamma narsani pulga chaqirmaymiz. Xudoga shukur, to'g'ri, menda bor sharoit. Kimdir oilasini boqish kerak-da. Menda shu sharoit Xudoyim berib qo'ygan, nimaga men пользоваться qilmayman odamlarga yaxshi qilishga? Помочь. Aytdim, хорошо dedim, olasan, yozib berdim men qanaqa mayza olishingni. Keyin восстанавливающий krem. Bir-biriga bog'liqda hamma narsa. SPF. Mana uyda ishlatadigan umyvalka bo'lishi kerak. Haftada 1 marta, 2 marta yuvishga enzimniy pudra. Ol, 1 yilga yetadi bu enzimniy pudra. Bitta ol, yaxshisini. Mayli yig'ib ol. Увлажняющий krem, mays, SPF. Вот основной, men hamma narsa tuqurmayman, 10 etapli, 20 etapli protsedura nima уход qilishing kerak deb. Yo'q, основnoyni ol. Bor kremlar. Bilasizmi, shunaqa kremlar bor. Men o'zim ishlataman, men qizlarimga ham ishlataman, mana shu katta объемda olaman. Sivoritkani ham hammasini o'rnini bosadi. Восстановить qiladi. Bilasizmi, kожный baryer bor. Himoya qavati, защищенный, sog'lom bo'lsa, ishoning, ajin ham tushmaydi tez, ugrilar ham toshib ketmaydi, dermatit ham bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi.